Sotuvda DAF XF Euro 5 parovoz bor, Persep bilan komplekt holati. Narxini videoni boshida aytib o'tib ketaman. 52 ming $50 deb aytilyapti. Albatta, kelishadigan joylari ham bor. Endi parovoz ma'lumotlar bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. 2013-yilda ishlab chiqarilgan tigach, yurgan masofasi 1.500.000 km masofani bosib o'tgan 8 tali mexanika korobkada. Ratsiya, xolodilnik, avtonomkalari hamma narsalari 100% ishlab turgan, kamchiliklari yo'q. 464 kuchga ega. Persepi ham 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kubasi jami 130 kuba hajmga ega. Baklari bir tomonda 900 litrli bak, bir tomonda 800 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan. Tigachchi oldi balonlari 90% tashkil etadi. Orqasi 80-70% atrofida lentakasi kelib qolgan ekan. Agar kelishiladigan bo'lsa, lentaga etigini ham egalari almashtirib beraman deb aytayaptilar. Persepi balonlari ham 70-80% tashkil etadi. Xullas, mana shu parovozga qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling, yana to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Namangan shahrida turibdi. Bu videoga like bosib, mana shunaqa parovoz qidiruvga tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammaga rahmat.